Barchaga assalomu alaykum, hurmatli Xo'jayon tabriklarining ashaddiy obunachilari bormisizlar, omonmisizlar, xush kelibsizlar. Navbatdagi tabrigimizga hurmatli obunachilar, borlaringizga shukr. Qo'llab turganlaringiz uchun benihoyatda minnatdormiz. Biz bugungi tabrigimizga tayyorgarlik ko'rmoqdamiz. Bugungi tabrigimiz Spitamin nihoyasidan bo'ladi. Bugun bir baxtli onani tabriklash uchun tayyorgarlik ko'rmoqdamiz. Eng muhimi mana shu musobaqada yurgan farzandlari nomidan ko'ramiz. Bugungi onaxonimizning xursandchiliklari va eng muhimi emosiyalari qanchalik ko'tariladi. Shunday ekan do'stlar, agar sizlarga ham shunday murojaatlar bo'ladigan bo'lsa, ushbu ekranda turgan nomerlarga bemalol murojaat qilaverasizlar. Chunki do'stlar, ota-onalarimizni borda qadrlaylik. Ota-onalarimiz bor hayotda yashashi boshqacha bo'ladi. Ular uchun biz qanchalik qilsak shunchalik kamlik qiladi. Shunday ekan, borda qadrlaylik va duolarni olishda davom etaylik. Biz esa bugungi tabrigimizni manziliga yo'l olamiz do'stlar. Sizlardan faqat like va obuna bo'lish esaringizdan chiqmasin. Goho sizning borligingiz unutdim, yo'llarimga zorligingiz unutdim. Umidlari kesilgan bu dunyoda yolg'iz umidvorligingiz. Muhabbatdan so'z ochsangiz, eng avvalo onadan boshlang. Chunki onasini yaxshi ko'rmaydigan farzandni muhabbati yolg'on bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar. Sizlar yaxshimi? Sog'liksizlar? Qancha qilaysiz? Salom qilaysiz. Rahmat. Salomatliklar. Albatta, Xo'jayon tabrigi ushbu chiroyli xonadonga kelib, sizlarni bezovta qilib turishimning asl maqsadi bugun oralaringizda ushbu xonadonning sohibalari, duogo'ylari, farishta misol bo'lgan ushbu xonadonning sohibalarini unutilmas sohibalari Shukroni tavallud degan agarki adashib kelgan bo'lsak, to'g'rimi? To'g'ri keldikmi? Ya'ni bugun ushbu xonadonning sohibalari bo'lmish barcha xolajonimiz borlarmi? Oradan qanalar? Xolajonimiz qarsak Xolajon, assalomu alaykum yana bor. Siz yaxshimi? Ne kayfiyatingiz yo'q? Yo'q, kutmaganmidingiz? Kutilmagan surpriz, ha? Xolajon, bugungi xursandchilik kuningiz, unutilmas oningiz muborak bo'lsin. Sizga sog'lik, salomatlik. Dunyodagi barcha ezgu tilaklarni yo'llab qo'yamiz. Va shu o'rinda mana shu bugungi xursandchilik kuningizga biz ham hattoki ozgina xursandchilik ulash maqsadida kelib turmoqdamiz. Bu kim tabrikladi? Birinchi bo'l sizni. Kim tabrikladi? Birinchidan bu. Oğlum Rossiyada, qizlarim, opalarim, qayinsilarim, ovsilarim hamma tabrikladi. Xo'p, tabriklamagan bironta qoldimi? Mabodo? Yo'q, ha? Bitta biz hofizmiz ham tabriklash uchun. Muborak bo'lsin, sog'lik, salomatlik, dunyodagi barcha ezgu tilaklarga yana bir bor yo'llab qolamiz va shu o'rinda endi topmasangiz bo'lmaydi. Kimni nomidan kelganimiz topmasangiz bo'lmaydi. Bilganlardan jim turamiz. Qani xolajon, nima deb o'ylaysiz? Qaysi bir farzandingiz nomidan? Kim ko'proq ayni surpriz qilishga qiziqadi, xolajon? Hammasi. Hammalari, ha? Xabar toping. Kim nomidan? Biz Buxoro o'tirdik tamomda. Ha? Xabaringiz bir farzandingiz borlar, albatta. Hamma farzandlaringiz nomidan tabriklash kerak. Lekin yana bir farzandingiz borki, mana shu bugungi xursandchilik kuningizga ba'zi bir sabablarga ko'ra yetib kelolmadi. Uzrlarni yetkazib qo'yishda bizga murojaat qildilar. Keyin yonlarida yaxshi bo'lishini istayman. Gulhayo singlimizlardan tabriklash uchun keldik. Va singlimizdagilarga men har gal uyda bo'lganimda onajonimni xursandchilik kunlarida o'zining bir chiroyli gullachalarni olib borib, onajonimni topshirib, onajon, bugungi xursandchilik kuningiz muborak bo'lsin. Sizga sog'lik, salomatlik tilayman. Dunyodagi barcha ezgu tilaklarni yo'llab qolaman. Baxtimizga hamisha sog' omon bo'lib yuring deb ikki chiroyli uylardan o'tib qo'yardi. Lekin bugun ming afsar bo'lsin, biroling men ekan, uzrim bor.
Shu bois mani nomimdan bir onajonim xursand etsangiz xursand bo'laman deb shu chiroyli gullarni yo'llab yubordilar. Qarsaklaringizni olib qo'ying. Qolgan mana shu gullar sakab ochilib ko'ring. Hech qachon yuzingizdan mana shuni sinjomiz aytganlarda tabassumlar arimaydi. Boray bo'lsin. Qanchalik xursandsiz endi? Cheksiz Cheksiz. Sevgan bo'lsa yaxshi shekilli, onajon. Hop, va shu o'ringa yana bir arzimas sovg'alarimiz bor. Shu sinjomizlardan qabul qilasiz. Ajoyib bir nabor niyat qilganman. Topshirasiz deganlar. Ruxsat bersangiz topshiramiz. Onajonimizlarga onajon. Biz farzandlar onajonimizni juda yaxshi ko'ramiz. Hozir mana shunday baxtli kunlarimizda rahmatli dadajonimiz ko'rganlarda juda ham xursand bo'lardilar. Nega rahmatli dadajonimiz biz onajonimizni har doim kuldirib yurardilar. Dadajonimiz aytadilarki, bolalarim, qizlarim, mana shu onangning yuzida hech qachon tabassum arimasin. Faqat onajonlaringni xursand qilib yursalaring, men sizlardan roziman deb faqat aytganlar. Shu bois bugun borib onajonimning yuzida ozgina tabassumni ko'rsamki, mana shu turgan rahmatli dadajonimning ruhlari shod bo'lardi, xursand bo'lardi deb bugun qarang, ham sizni ham dadajonlarini esga oladilar. Bunday ishlarni har qanday farzandam qilavermaydi. Buni barchasi mana shu sizlarning bergan tarbiyalaringiz, sizlarning bergan mehr muhabbatlaringiz. Sabab mana bugun farzandlaringiz sizga mana shunday unutulmas onlarni taqdim etib turishdi. Mana shunday tarbiya bergan avvalambor sizga kattaga rahmat aytamiz. Qarsak xolajonimiz uchun farzandimizdan va shu o'rinda sinjonim aytdilarki, shu dadajonimning ruhlari shod bo'lishi uchun, onajonim yanada xursand bo'lishlari uchun shu dadajonimning rasmlarini katta qilganman, esdalik uchun topshirib qo'yasiz deganlar. Qabul qilasiz. Mana. Ketdi. Buni hammasi mana shu sinjonim dadajonlariga bo'lgan mehr muhabbatlari va eng muhimi mana shu sizlarni yaxshi ko'rganlari uchun mana shu ishlarni qaranglar, bu kunga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Yetmaganlar qancha, yetganlar qancha. Bu kunning eng baxtli onalardan biri desak ham to'g'ri bo'ladi. Muborak bo'lsin xolajon, yana bir bor chin qalbimizdan tabriklaymiz. Bu hayotingiz aytdilarki, men onajonim juda ham sog'indim. Akalarim, hamma farzandlar biz onajonimizni juda yaxshi ko'ramiz. Ota-onamizga yana bir bor biz rahmat nomamizni aytamizki, biz farzandlarni ahil va mehribon qilib tarbiyalab o'rgatganlari uchun. Qo'yli dunyo kezib ko'rdim jahon. Qaymaskanlar kezib bo'ldim undan mehmon. Parvardigor, joningizni qilsin omon. Ona bugun yuzingizni sog'indim. Dada jonim, yuzingizni sog'indim. Mehr nur sochadi qalbingizda. Musofir bo'lib yetdim juda qadringizga. Men dunyoni alishmasman o'rningizga. Ona bugun yuzingizni sog'indim. Dada jonim, so'zingizni sog'indim. Musofirlik noni yeyish og'ir ekan. Do'st bilganim do'stim emas, baxil ekan. Netay ona bu shunday taqdir ekan. Ona bugun yuzingizni sog'indim. Dada jonim, so'zingizni sog'indim. Oz qoldi o'tayotgan kun sanab. Goho g'amgin, goho bedorlikda kunim sanab. Onam kutar mushtoq bo'lib yo'lim qarab. Onajon, bugun yuzingizni sog'indim. Dadajonim, so'zingizni sog'indim deb
Dadajonimdan sog'in, onajonimdan sog'in deb shu dil sog'ini yetkazib qo'yasizlar. Qarsak qilamiz. Aka videoyu tutarım ben. Ballarını boşuna sağlamak Alo. uzak umut kursun, nevaralarını Aka bir videoyu baktı tutarım ben. kamalını kursun. Her daim aşkxonadan da to'ylar tomosha yaxshi kunlar bo'lsin. Hammamiz mana shunday kelib o'tirishimiz buzilmasin. Hammalari salomat bo'linglar. Qodirjonning ruhi shod bo'lsin. Hammamiz sog' salomat bo'laylik. Mening mashhurlari o'ynab kulib, hammamiz mana shu qizlari bilan haligilar kelmachalari hammasi bilan hamshirlari bilan hammalari sog' salomat bo'lsin. Uzoq umr bo'lsin. Mana shu ishlarga Rahmat, sog' bo'linglar. Shodliklarim sig'may ketar xonamga. Bolam deya kirib kelsa xonamga. Farishtaga o'xshab deyman aslida. Farishtalar o'xshab mening xonamga. Donolardan o'tib tushar zehnim bor. Dunyolarga yetib ortar mehri bor. Allohida o'ziga chiqib farishtalar o'xshab mening xonamga. Kerak emas, tilloyzar onamga. Kerak emas, qanotpar onamga. Shu sababdan farishta siz deyolmayman. Farishtalar o'xshar mening onamga deb bugungi kunning eng farishtasi siz. Muborak bo'lsin. Tabriklaringizni bugun aka. Bitta chiroyli tabrik qiling. Xolajon bir xursand bo'lsinlar. O'zingiz bir tabriklab quchoqlab qo'yasiz. Onajonim tabriklayman. Yuzlariga kirib yuring. Baxtingizga sog' bo'ling. Qanaqa ichkariga kirmagandilarda o'sha uchun meni tabriklaryaptilar.